Assalomu alaykum. O'zbekiston xalqi, mani bugungi video murojaatim shundan iboratki, men shu O'zbekiston xalqidan, Ichki ishlar vaziridan, Saida Mirziyoyevadan, prezidentdan, mana shu bosh prokurordan, hammalaridan yordam so'rayman. Sababi bizni Qo'qon shahar o'sha 4-maktabga 2024-yilda o'quv yilida direktor kelgan ishga. Akram va Saodatxon degan direktor kelgan. Временный bo'lib, o'sha sertifikat olgungacha bo'lib, u ayol mani lavozimimni oshiraman, zam direktor qilaman deb mendan pul olgan. Pul olib, mani yozlarda ham ishlatdi. Oyliksiz ishlatdi, obiskamda chaqirib, maktablarda tozaladi, boshqa shanbalik nimasida. Keyin u vakant o'rinda menga tavsiya yozib berish kerak edi. Men mudirni oldiga necha marta borib keldim. Direktor tavsiya yozsa, biz yozib beraveramiz deyishgan Qo'qondagi mudir. Keyin bu ayol tavsiya yozishga kelganda, men ishlab o'tirganimda birjaga qo'yib yuborgan u o'rinda. Birjadan boshqa yigit olib kelyapti. Men keyin oxiri kasal bo'lib, sog'ligimni yo'qotganim uchun sog'larda bo'ldi, kerak emas, pulimni qaytib beravering. Birjaga chiqarib yuboribsiz, mani qo'yningizda bo'lganda bunaqa qilmasdingiz desam, u dedi, bu dedi, lekin pulimni qaytib berdi. Mani audio nimalarim bor. Men buni Qo'qon shahar o'sha xalq ta'limi nimasiga yozganman, men ustidan ariza qilib. Lekin hech kim menga chora ko'rmadi. Mayli, ayol kishi deb, men unda shaxsiy adovatim bo'lmagani uchun hammasiga sabr qilib keldim. Lekin natijada men kasal bo'lib qolganimda onam bilan medklinikadan o'tib kelinglar deb turib, direktorda o'zi bizni ketkizib yuborib, o'zi bizni ishga kelmadi degan vaj bilan ishdan bo'shatib yubordi. Keyin men kasallik varaqasida bo'lgan paytimda bizni bo'shatib yuboribsiz, nima sababdan siz bizni bo'shatib yubordingiz, buyrug'ini bering desak, maktabga borsak uchrashmadi. 3 kun arqa bordik. Audiosi, videosi mavjud bo'lsa ham, bizni men o'sha direktor uchrashmaganiga 102 ham qilganman, lekin u o'sha 102ga qaramasdan turib, bizni bir tomonlama ma'muriy sudga ham olib bormasdan turib, o'zini 102 bo'yicha nimaga 102 qildingiz degan maktabda uchastkovoy, men shu nima bo'yicha qilganman, direktor chiqmadi, bo'shatib yuborgani bo'yicha o'sha olib beringlar deb bizni anavi kotiba haydab yubordi. Borganimizda o'sha qo'pol muomala qilib, shu bo'yicha desam, hamma ulardan ham so'rayman, yana sizlarni chaqiramiz deb turib, hech kim chaqirmasdan suvchicha bo'lib mazam qochayotganimda, biz ishtirokimizsiz sud qilib, bizni haqorat qildi deb javobgar qilib qo'yibdi ayam bilan. Undan keyin Qo'qonda sud bo'ldi, fuqarolik sudi, ishga tiklandik, boshqa qildik. Onam shu 12-aprel kuni o'sha otpuskada, mehnat ta'tilidan chiqib ishga tiklanganlar borishsa, onamni yuring siz nima, bizni 12-sentyabr kuni 2025-yilda onamni direktor hech qanaqa chaqiruv qog'oz boshqasiz Ko'radelga yetalab olib borib, Nurillaxon degan yigitga olib boribdi. U yigit nima bo'lib ma'muriy bo'lgansizlar boshqa deb, boshqa ortiqcha gap bermasdan, bo'pti ketavering deb tushuntirish xati ham olmasdan ketkizib yuborgan. 13-kuni ham ishga borsalar, u direktor onamni o'sha davomat olib yurishgan paytlarida, u zam direktori davomat olyapti, bizga hali nima yomonlik maqsadida olyapti deb gijlaganiga, u qayerdandir telefonda yetib kelib, maktabda zinasida kamera yo'q.
onamdan eshitishim bo'yicha onamni qo'lidan o'sha davomat olgan. Ayam hammaga o'sha davomatini ish darsida bala o'tirganini ko'rib, davomat ozgina bo'lgan o'qituvchilarga tahsilotga qo'l qo'yib yuborishgan. O'sha daftarni berasiz deb onamni qo'llaridan tortib urib, onamni boshlariga urib, keyin shu yerda voqea joyida 2 nafar guvoh bo'lgan. O'sha voqeani ko'rgan, onamni direktor urib turganini ko'rgan guvohlar bo'lgan. Onam ancha sog'liqlarini yo'qotib, qo'llari sinib, boshlari ichki jarohat bilan ancha kun shifoxonada yotdilar. Mana o'sha ish tergovga chiqib 105 bilan ish ochilgan ekan. 3 oydan o'tdi. Lekin hozirgi kunda ish boshqa tergovchiga o'tib, nima qilib, ayami necha oylab guvohlarini kirgizmay ham, ko'rsatmasini ham olmay, attaman battaman qilib, keyin oxiri o'sha onamga o'sha direktor urgani bo'yicha jinoiy ish ochilganiga haligi tergovga chaqirganda ayami 9 oktyabr kuni qo'llari siniq uchun men birga yurisholmagani uchun yetalab borsam, mani bitta Doniyorjon degan tergovchi "Apa, sizga jinoiy ish ochilgan" deb turib, mani chaqiruv qog'ozsiz boshqa ish bilan Go'radilga borganimda olib kirib ketdi mani. Hech qanday ogohlantirishga. Men aytdim, qana menga jinoiy ish ochiladi desam, ha siz direktorni haqorat qilibsiz deyodi. Qani dalil isboti desam, ha nima advokatingiz, advokat olib keling. Ha mani dedim, jinoiy ish ochguncha ham tushuntirish xati yozdirmaydimi, boshqa qilmaydimi, aytmaydimi, bo'ynimga qo'ymasdan turib qanaqa jinoiy ish ochadi mani dedim, mandan so'ramasdan turib dedim. Men bilmayman, o'sha advokat olib keling, chaqirtiramiz. Advokat oldim. Advokat yoshi katta odam 3 marta orderi bilan bordi. O'zimiz chaqiramiz deb jim-jim bo'lib ketdi. Endi jim-jim bo'lib ketganiga men qayerdan bilay? Rasaman ham telefon qildim, boshqa ham qildi. Keyin nihoyatda o'sha ayam guvohim bor desalar, guvohni ham ana chaqiraman deb rosa qari xotin o'zlari borib o'tirishdi. U yuzlashuvga ham u direktor kelmadi, na yonidagilar keldi, boshqa bo'ldi. Keyin oxiri biz mana qishda hovlida o'sha biz nimada gaz nimasi ulanmagan bizga, sovuq bo'ladi. Mani mazam qochib qoldi oxiri. Chunki men 8 oydan buyon fuqarolik sudida o'sha bo'shatib yuborganini orqasidan yurib, boshqa bo'lib, 27 oktyabr kuni yana boshqatdan tiklandim ishga. Keyin shuni natijasida biz ancha sarson bo'lib yurib, o'z sog'ligimni ketkazganimda uyimga nima kelibdi, o'sha mani oilamni buzib, har xil militsiyalar telefon qilib erim oldiga bozorga borib, xotiningiz qani u bu deb dekabr oyida oqtaribdi. Keyin erim mazasi yo'q, tuzalsa boradi deysa, ha o'sha 1-2 kunda borsin deb ketishibdi. Keyin mani achchig'im kelgan narsasi, mani oilamni buzib nimaga erimga aytadi? Misol uchun men o'zimni telefonim boshqa bor. Hop, mani ko'tarmadi telefonni bahona qilsa, SMS yozsa bo'ladi-ku. Na SMS yozmagan menga, na telefon qilmagan, na mani uyimga boshladan xat jo'natmagan, boshqa qilmagan. Tergov ochildi, boshqa qildi deb tomdan tarasha tushganda erimga telefon qilib, yo'q bahonasi bilan oxiri keyin chidolmay erimga shunaqa qilavergandan, erim oldida mani obro'sizlantirib oilamni buzyapti deb onam bilan biz 10-dekabr kuni Ichki ishlar vazirligiga bordik. Ichki ishlar vazirligiga borsak, atta bizni o'sha qabul qilishdi. O'tirsangiz, sizlar qidiruvda ekansizlar deb onam ikkalamizni o'sha Go'radil xonasiga olib borib, o'zi 9-dekabr kunimi, o'sha 10-dekabr kunimi yo'l bekilib qolgan ekan, kechqurun yo'l bekilib, zo'rg'a ochdi obeddan keyin. Atga ozmuncha sovuqda qorda zo'rg'a bordik. Hatto och nahor, choy ham ichmaganmiz, choy ichmay chiqib ketganmiz yo'lda. Bizni Go'radilxonaga olib kirib, koridorda o'tirib, Qo'qondan odam kelib olib ketsa, Qo'qonga keyin ketasizlar, ketmaysizlar deb bizni majburlab nima qildi. Keyin battan borib o'sha ugolovnilar olib kelib, batta ham o'sha azonda kelgan bo'lsak, to kechqurungacha uyimizga ketkizdirmasdan mani hamma narsaga qo'l qo'yib berasiz deb majburlab, Jo'rabiy degan tergovchi, advokatim keldi, boshqa keldi.
bizni advokatni ham majburlab unga qo'l qo'yasan bunga qo'l qo'yasan deb o'sha tazyiq qilib pul qo'ydirib boshqa qilib man nimaga mani ayblov xulosasi advokat so'radi ayblov xulosasida nimaga aybdor qildingiz desa ayblov xulosasida mani aytyaptiki ijtimoiy tarmoqda haqorat qilganingiz bo'yicha ish ochib turib man o'sha kelmaganingizga achchig'im kelib turib o'sha aybdor qilmasam ish ocholmasdim qidiruv berolmasdim shuning uchun apa uzr agar imkoni bo'lsa o'sha tergovdagi videosini qo'yib bersin agar taniydigan bo'lsa u tergovchi man ish ocholmasdim agar o'sha siz aybdor qilmasam lekin tergovda haqqoniy tergov qilaman tergovda gumonlanuvchi bo'lasiz aybingiz isbotlanmasa oppo bo'lasiz dedi ha ho'p dedim endi o'sha ha mayli endi mani maqsadim nima bo'lsa ham uyimga ketish ballarim yolg'iz erim sovuqda ko'chada qolib ketishdi shu yerdan chiqib ketish uyimga ketish ovqat ham yegizmay choy ham ichqizmay san olib o'tirganiga o'sha yerda stolovoyga olib kirdi endi o'sha nimasini gorodilini hatto yog'li nima ovqatlar mani necha kun och yurganim uchun ayamni davleniyasi 200 ga chiqib ketgan toshkonda ham skoriy ko'rgan miyalarida travma bor qo'llari singan ko'zlarini operatsiya qilgizdilar o'shandan keyin bitta ko'zlari umuman ko'rmay qoldi bu direktor odam ekan biz hech kim emas ekanmiz bizni gapimiz inobatga o'tmaydigan qanaqa bu nima man juda xafa bo'lyapman u tergovchi o'sha keyin ayblov xulosasida aytishi bo'yicha ijtimoiy tarmoqda YouTube'da direktorni haqorat qilgansan fohisha ilon kaltakesakmi bir narsa deb haqorat qilgansan debdiki na bo'lmagan-ku desam ha o'sha tergov bu nima o'sha ayblov nimasi o'sha qidiruv e'lon qilish uchun bu narsa degan hatto o'sha yuzlashtirganda uni direktorni yonidagi o'zini qo'l ostidagilari doim birga bo'lib menga 8 oy 9 oydan buyon billa o'sha ishdan chiqib ketganimdan buyon hammasi gruppovoy bo'lib turib menga shunaqangi tuhmat uyushtirib yuribdi man bu narsani bir necha oy ilgari o'sha bir iyun oylarida 11:02 o'sha ichki ishlar vazirligiga telefon qilib menga nima beringlar nima deydi himoya orderi beringlar menga galalashib shular gruppovoy bo'lib tuhmat uyushtiryapti shu himoya orderi mani himoya qiladi man ko'chada xotirjam yurolmay qoldim bu direktorni dastidan himoya orderi so'rasam hech qanday arizam ko'rilmasdan portallarim ham ko'rilmasdan mani ishtirokchimsiz bekitib yuborildi keyin mana unaqangi tergov ishi qilingandan keyin o'sha keyin bilmayman nima bo'lib himoya orderi yaqinda berdi menga ichki ishlarda endi qarang mana u direktor aytganki 27 avgust kuni o'sha fuqarolik sudiga Farg'onaga borganda ayasini ishga tiklash sudiga borganda bizni koridorda haqorat qildi deyaptida debdi o'sha yonidagi guvohlar bilan man u 27 avgust kuni aytgan bormaganman u narsaga u joyga man ayam boshqa odamlar bilan borganlar u sudga birga borgan 3 ta ayol borib guvohlik berdi u narsagada u narsaga guvohlik berib isbotlab qo'ydi 3 kishi borib endi aradan ancha vaqt o'tgan keyin o'sha tergovda hamma o'sha direktorni guvohlari direktor ham o'sha delaga anonimniy bo'lib mani ijtimoiy tarmoqda haqorat qildi Turkiston tongi degan kanal meniki deb yozgan ekan menga tergovda tergovchi apa siz ijtimoiy tarmoq Turkiston tongi siznikimi dedi yo'q ukamni kirib nima qilsangiz adminlari boshqa ochkodan boshqalarga turibdi qanday maniki bo'ladi mani ot familiyam bormi man anonim bo'lib haqorat qilganimda qani mani ot familiyam bormi qanday anonimni isbotlamasdan turib bunaqa qilyapsiz desam ha apa bular isbotlangani yo'q o'sha sudda haqorat qilgani bo'yicha siz ham dalil isbotingizni olib keling bu deyapti man aytdimki o'sha fuqarolik sudiga dedim zaпрос beringlar videoni kamerani ko'taringlar dedim o'sha yerda Nodirjon degan sudya yordamchisidan man aytganmanki menga bular tuhmat qiladi yonimda birga yuring deganman eshikdan doim kutib olgan necha oy borgan bo'lsam
keyin mani olib kirib advokatlar xonasiga qo'yib qo'yar edi. Sud tugagandan keyin, direktor ketgandan keyin, mani odamlar bilan ketgandan keyin man hojatxonaga kirib chiqib keyin ketganman doim onam bilanda. O'shani oling, guvohligini bergizdiring dedim. Mana u ichki ishlar nimasi generali Farg'onani nimasi qabul qilishadi. Keyin aytga bordim man 14-dekabr kuni qabulga borib, keyin endi nachalnigimiz yaxshi, nachalnik ustidan shikoyat qilgan bo'lib qolmaydi dedimda. Parpiyevni ko'rib, Parpiyevga aytdim, Goradel nachalnigi shunaqa bo'lyapti dedim. Desam, o'sha mayli, o'sha 105 bilan onamga o'sha onamni direktor urgani bo'yicha ochilgan ish bo'yicha ham da'vo qilmayman. Mani sog'ligim qolmadi, mani nimam qolmadi. Men hech qanaqa haqorat qilmaganman uni dedim. O'sha tergovda ham yuzlashtirishda u direktor ham yonidagilar ham aytdiki, bu Durdona To'xtaboyeva bo'lib o'zini nomidan haqorat qilmagan direktorni. Anonimniy bo'lib, Facebookda anonimniy bo'lib haqorat qilgan deb ular ham shunaqa guvohlik berdi. Lekin endi o'sha man o'sha Goradelda nachalnigiga borgandan keyin Goradelda nachalnigi tergovda Zami Sherzodjonga yopiq tergov bo'lmasin, hamma narsani ko'rsatinglar, sudga zapros beringlar, videolar so'ranglar, shu suddagilar Nodirjon deyaptimi, o'shani so'ranglar, ochiq qilinglar hamma narsasini, ayasini tergovsini ham nima qilib ko'rib chiqinglar deb onam mana shuncha urdi. Unga ham hech qanaqa sudga chiqarmasdan olib o'tiribdi. Maqsad nima bilmayman. Endi bizni hech kimi yo'q orqasida, hali nima qilsak bo'laveradi, bularni gapi hech qayerga o'tmaydi deb o'ylayaptimi. Endi u direktor akasini Toshkentda katta ishda deb doim gapiradi. Dadam o'sha Goradelda nachalnik bo'lgan deydi. O'sha militsiyalarda hurmati bor, o'sha ichki ishlarda deydi. Ayam advokat bo'lgan, pasport instituti boshlig'i bo'lgan deydi. Endi biz ayam shuncha kalta yeb qo'li sinsa ham uni ishi sudga chiqmayapti. Hech qanaqa nimasiz, bahonasiz. Nima ayam necha oy больницada yotishdi, boshqa qilishdi. Ayami o'sha urganda tepasida turgan guvohlar bor. Yana yonida 3-4 guvoh bilan urmadim deyapti o'zi bo'yniga. Odamni o'ldirib qo'ysa ham o'zi bo'yniga olmasa aybdor qilmaydimi? Qanaqa gap bu? Hammani haqorat qilmasam ham mani hech balo gapimga qaramayapti-ku. Keyin bugun 5-yanvar kuni tergovchi mani chaqirib, sizni guvohingiz 3 ta, uniki 5 ta. O'sha sudda hal qilib olaverasizlar. Mani guvohim 5 ta. Demak, Durdonaga chora ko'rmayapsan, nima ishini tergov nimaga sudga chiqarmayapsan deb mani ustimdan 102 ga chiqdi. Shuning uchun men deylarni yopolmayman. Deylarlar 50-50 bo'libdi. Unda ham guvoh bor, sizda ham guvoh bor. Debdirki, men advokatni chaqiraman dedim. Gapimga hech nima qilmadi. Bu desam bu deb keyin advokat kelib, qani ayblov xulosasini desa, ayblov xulosasida tergovchi hatta ular anonim bo'lib haqorat qildi degan o'sha anonim skrinshotlarni bergan. Albatta u tergovchi mani Durdona To'xtaboyeva bo'lib profildan haqorat qilganini aniqladim. O'sha nima YouTube'da nimani direktorni kalta kesak nima bir narsalar deb haqorat qilganini man aniqladim deb xulosa yozib qo'yyapti-da, mani aldayapti. Sudga man sizni aybdor qilib chiqarmayman deb turib, mana shuni aniqladim deyapti. Man YouTube ijtimoiy tarmog'ida uni direktorni haqorat qilgan yo otib-potini aytganim, yo boshqa umuman ortiqcha narsa bo'lmagan u narsa yo'q dalil isboti. Man Durdona To'xtaboyeva bo'lib ham uni haqorat qilmaganman umuman. Qanday men bu narsani o'sha 2000 bu voqea sentyabrda bo'ladigan bo'lsa, men o'sha iyun oyida Ichki ishlar vazirligiga chiqib himoya orderi so'rayman shu narsadan. Bu narsalar inobatga olinmaydi. Mani hech qanaqa gapim inobatga olinmaydi. Faqat tezlashtirib, tergovchi man deydi, fuqarolik sudiga ham o'sha Farg'onaga ham zapros berdim. Hali videoni bergan yo'q. O'sha Nodirjon deganga ham telefon qilsak guvohlik bermadi, u bu deyapti. Men u nimaga o'sha fuqarolik sudiga chiqsam, hech qanaqa bizga zapros bergani yo'q. Menga telefon qilgani yo'q. So'rasam men aytar edim, biz haqorat bo'lgan, janjal bo'lgan, sudda janjal bo'lsa biz chora ko'rmasmidik, deyapti. Men bitta ayol kishi, qari onam, shu direktor orqasidan onam kasalvand bo'lib qoldi. Qanday urib arqa boshini nima qilib onam nomus kuch do'st dushmani oldida
indamasdan chiqib ketsa, onamni bunaqa qilyapti. Men butunlay sog'ligimni yo'qotdim. Menga yordam beringlar. Qanaqangi gap bu? Haqiqat bormi? Men ayol kishi bo'lsam, ayblab yuborish osonmi? Nimaga endi bunaqa qilyapti bular? Nimaga suddan zaпрос so'ramaydi janjal bo'lgani to'g'risida? Qani meni YouTube'da uni haqorat qilganim? U direktor bo'lsa, direktorning gapi to'g'ri bo'laveradimi? Oddiy odam emasmi? Men sudda ishga tiklangan bo'lsam ham haligacha menga dars soati ajratib bergani yo'q. Kelmaylik, borsam tuhmat qilib yuboryapti deb Garanoga 3 oy bepul ta'tillik bersin deb yozib keldim. Na unga javob beradi. Meni sarson qilib, hayotimni barbod qilib, tiriklay meni go'rga tiqyapti bular, tirimurda qilib. O'zbekistonda haqiqat so'rayman men. Men ham O'zbekiston fuqarosiman-ku. Nimaga meni qilmagan ishimga aybdor qilib yuboradi? Qani nimaga tartib atdi-ku, qani YouTube'da haqorat qilgan bo'lsam, qani meni haqorat qilgan videomni nimaga keltirib bermayapti? Men o'zim nimada ayblanayotganimni nimaga shuncha payt bildirishmadi? Hammasini bahonasi kelmadi deb turib, qanday men kelmaymanmi? Isbot dalili yo'q bo'lib turib, qanday meni tushuntirish xatimi olmasdan turib menga jinoiy ish ochadi bular? Hech qanaqangi men Durdona To'xtaboyeva nimasidan haqorat qilmaganman. Hech qanaqangi profilida buni isbotlab bermagan. Qayerda isbot bo'pti? Isbotlab tergovga chiqibdimi yo tergovchi aniqlabdimi? YouTube'da meni haqorat qilgan videoyim yo'q. Ular direktor anonim bo'lib haqorat qildi. Ijtimoiy tarmoqdan ishlarimdan hammani 9 oy ishsiz, pulsiz ko'chaga haydab qo'ygandan keyin nima qilishim kerak? Men uni haqorat qilmaganman. Men qonuniy haq-huquqimni portalga yozgan arizalarim nechtasi million marta mana bu 11.02 vazirliklarga yozgan xatlarim ichki ishlarda bekilib ketib, tepay bilan yo'q bo'lib ketavergani uchun, hammasi portallarda yopilib ketavergani uchun, meni ishtirokimsiz ko'rilib, bekilib ketaverganligi uchun men majbur bo'lganman o'shanda haqiqat izlab men unaqa qilganman. Men uni haqorat qilmaganman-ku. Kimdan yordam so'rayman? Xalqdan yordam so'ramasam, davlat rahbarlaridan yordam so'ramasam. Nahotki bitta inson taqdiriga hamma shu befarq. Nima men odam emasmanmi? Yordam berib meni ishimni boshqatdan o'rganib, tekshirib adolatli qaror qilib beringlar. Haqiqat bormi yangi O'zbekistonda? Men qayerga murojaat qilay? Ortiqcha pulim bormi hadeb yugurib yurgani? Men hamma joyga murojaat qilib bo'ldim. Yechim olmaganligim uchun u tuhmatini isbotlasam, bunisini chiqaryapti, bunisini isbotlasam, unisini chiqaryapti. Direktor onam urgan bo'yicha ham meni ishdan bo'shatganda soxta imzo qo'yib, ichki mehnat tartib qoidalariga mana 3 soat kelmasam bo'shayman deb o'zi qo'l qo'yib bergan deb turib, men bo'shatib yuborib turib, sudda 3.600.000 so'm pul to'lab ekspertiza qilgizganimda imzom soxta bo'lib chiqdi. U yuzasi bo'yicha ham umuman ichki ishlar, Qo'qonda ichki ishlar начальник buyruq berishdi. Ariza yozing, ishni ko'ramiz deb bir marta bekilib ketdi. Hop, o'sha bo'yicha ham direktorga umuman nima qilsa ham chora ko'rilmayapti. Faqat menga u yonida o'sha o'zini qo'l ostiga ishchilarni qilib olgan, boshqa qilib olgan, o'zini advokatini guvoh qilyapti, o'zi pul to'lov qilib o'sha olgan advokatini nima qilyapti? Qanday ular hali nima qilsa, meni guvohimni inobatga olmasdan, bugun ham bo'lsa u tergovchi advokatga o'qidingizmi qo'l qo'yib bering, o'qidingizmi qo'l qo'yib bering, siz ikki tomonga o'ynayapsiz, boshqa qilyapsiz deb ta'zyiq qilib, qo'l qo'yib bermagunimizgacha bizni xonasidan chiqarmayapti. Men qo'rqyapman u odamni xonasiga borgani. Qanday nima haqqi bor? Qo'l qo'yib bermasam chiqarmaslikka meni majburlashga haqqi yo'q-ku. Tergovni xolis ko'rish kerakmi? Meni ham hamma guvohlarimni chaqirtirish kerak, hamma dalilimni nima qilish kerak? Qani sudni videosini olib kelsin o'sha 27-kungini. Qani men YouTube'da haqorat qilgan bo'lsam olib kelsin-chi. Nimaga yo'qligi uchun ko'rsatilmayapti-da? Menga qo'l qo'yib berasan, qo'l qo'yib bermasang chiqarmayman deb meni xonasidan chiqarmasdan turib, meni hamma narsaga qo'l qo'ydirib sudga chiqarib yubormoqchi aybdor qilib.
Qani bironta davlat rahbari bormi prezidentga sodiq, xalqni tarafini oladigan? Yordam beringlar manga.